O'gay ona oilaviy hayot ostonasida turgan, baxtli turmush istagida bo'lgan barcha qizlarimiz albatta o'qishi shart bo'lgan kitob. Chiroyli hayotning, go'zal turmushning, chiroyli sabr, uning ortidan esa mehrli bo'lish talab qilinar ekan, bu xislatlarni har bir ayol boshiga toj qilib kiymog'i lozim. Asar qahramoni Fotima ana shunday go'zal fazilatlar, go'zal qalb egasi. Ko'ngilning amrini Allohga topshirgan, undan hamisha marhamat tilagan, hayotning mazmunini onasiz va ayni paytda baxtsiz bo'lib qolgan 2 nafar go'dakka bag'ishlagan katta yurak egasi. Saodatni, go'zal yashamoqni, juftning bir bo'lagiga aylanishni va go'daklar ko'nglini har ne davlatdan ortiq ko'rgan ayol matonati, ayol sabri va ayol muhabbati oldida bosh eksang arziydi. Dunyoda Fotima kabi farzand tarbiyalaydigan, Fotima kabi o'gay farzandlarga mehr beradigan ayollar ko'paysa, qirg'inbarot urushlar, ajrashishlar, yetimlarning ko'z yoshlari siz bilan bizning qalbimizni hech qachon larzaga solmagan bo'lardi. Kitobni albatta o'qing, o'zingizni taftish qiling. Siz ham mana shunday katta yurak egasi bo'la olarmidingiz?